Toy günlərinin besim həqiqətən eşib getdi. Tuqqanlar, biçare ata-analarning beshida har xil g'amlar, besimlar bo'lyotidi. Bugun to'yda mehmonlarning oldiga tisadigan budruq yumshoq qanbak kiyishli qo'ymoq elib keldim. Filmni to'liq ko'rib foydalanib qolsizlar tuqqanlar. Oila ishga soladigan o'lchamin deb biray tuqqanlar to'y günlərga selib qolsangizlar, uningcha asliga qatta materialni tangsak qilg'uchimi. Oldi bilan qachiga 3 tal tuxumni cheqib, aralashtirayotgandan keyin ustiga 50 gram oq shakar, 3 gram echkiq selib, yana 2 gram yemeklik soda selib, ustiga 300 gram unni selib, mushunara holatga kelganda yana 20 gram yemeklik may qo'yib, qip-qizil yurganingizlarni berib o'tgandan keyin xamirni silliq yaxshi pishirib, xamirning ustini yepib, o'zidan ikkasi ko'pgacha ko'ptirib olamiz. Alt raqamlarini yo'llab o'tgandan keyin xamirni mushunara ko'pganda xamirning ichidagi havolarni chiqarib, pilt qilib kesib olamiz. Yumaloq qilib tayyorlab olgandan keyin nefis qililiqni yaygandek yeyib, shishining og'zida o'ttirsini besib elib o'tamiz. Xamirni qilib olgandan keyin yog'ni yepib, yana 20 minut xamirni tindirib olsak, intayi yumshoq pek kiyishlik bo'ldi tuqqanlar. Qozonga uzuqliq elementlari to'liq xushbiroq barkatlik al-nurining tunjiski birinchi darajali qichmaylaridan to'kib, mayni pek qizitib o'tmay, normal qizg'anda qo'ymoqni bir-birlab selib normal o'tda sarg'aytib pishiramiz. Al-nurining un maylarini men iste'mol qilib kelayotgan uzun bo'lib ketdi tuqqanlar. Bu mahsulotlar ximiyavilik qo'shimlardan xolisiyansiz bo'g'achqa o'sirlarga tavsiya qilmasligini tuqqanlar. Qaraslar nima degan yumshoq shuncha o'xshagan qo'ymoq tayyor bo'ldi. To'ylar bilan yoki uy kelgan mehmonlarning oldiga chiqqanlar budruq yumshoq yeyishlik bo'ldi mana. Filmni cho'qim saqlab olib uyda tayyorlab baqsizlar. Har xil pishiriqlarni o'rgansam bo'ladi degan tuqqanlar meni qo'shib olib yurak berib kunlarni ko'proq yo'llab qo'ygan bo'lsangiz